oxiri yomon oqibatlarga olib keladigan 3 ta muolajani aytaman. Bu muolajalar kosmetologiyada juda ham ko'p qo'llaniladi. Buni yo bilmasdan turib qilishadi, yo pul uchun qilishadi. Birinchisi bu burun bilan ishlash. Burun sohasiga filler qo'yish. Ya'ni bu sizni burningizni shaklini chiroyli qilib berishi mumkin vaqtinchaga, lekin filler oqqanning hisobiga burun yana ham kengayadi. Agar kosmetologingiz bilmasdan tomirga tushib qoladigan bo'lsa, nekroz ketadi, ya'ni burunda nafas yo'llari siqiladi va oxiri o'lim bilan tugashi mumkin. Ikkinchisi, ko'z tagidagi chuqurligiga filler quyish. To'g'ri, bittada sizni ko'zingiz chuqurligini to'ldirib beradi, lekin filler, ya'ni bu gyaluronka, sizni ko'zingiz tagidagi to'lgan chuqurlik o'ziga suv tortadi va keyinchalik отек hosil qiladi. Ya'ni sizni ko'zingiz tagi har doim ishib yuradi. Bundan ham yomon tarafi, tomirni filler bosib qolsa, qonlanishi yaxshi bo'lmaydi va oxiri ketmaydigan ko'karishga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, bu muolajani hozir pul uchun juda ham ko'pchilik qilyapti. Ya'ni bu ko'krakka gel, filler, yog' quyish. Bu muolaja to'g'ri, arzoniga uchib buni har qanaqa kosmetologda qildirishyapti ayollarimiz, lekin oxir oqibat ko'kraklardan ajralib qolishlari mumkin. Agar siz hozirgi kungacha ushbu muolajalarni qildirib bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizda zudlik bilan maxsus mutaxassislarga, xirurglarga murojaat qiling. Shu quyilgan yog'larni va fillerlarni eritib tashlashga harakat qiling va bu muolajalarni обязательно xirurgda qildiring. Siz bu muolajalardan qaysi birini olgansiz yoki endi olmoqchisiz? Kommentariyada yozib keting.